Aziz spermiya, urug' foizlaringiz 0. Bo'ldi, sen farzandli bo'lolmaysan, donor ishlatishing kerak. Bola saqlab ol. Seni moyaklaring mana buncha bo'lish kerak edi. 2 yoshli bolanikicha mana buncha holatda qolib ketibdi. Endi iloji yo'q degan gaplarni eshitgansiz. Ajrimlargacha olib borgan bu holat. Lekin aziz spermiya, ya'ni urug' foizlaringiz mutlaqo 0 bo'lsa ham sizda farzandli bo'lish imkoniyati bor. Aziz spermiya, bu urug' tahlil topshirganda barcha ko'rsatkichlar 0 chiqishi azospermiya holati deyiladi. Alohida kasallik emas. Azospermiya qaysidir asosiy kasallik sababli yuzaga kelgan. Moyaklaringiz rivojlanmagan yoki tug'ma genetik sindromlar bor yoki Klinefelter sindromi bor yoki moyaklaringiz rivojlangan lekin yetilmagan, yetarli emas. Moyaklar rivojlanishi 18-20 yoshgacha davom etadi maksimum. Undan keyin buni o'stirishni ilojisi yo'q. Xo'p, shunday ekan azospermiya holatidagi bemorlar nima qilish kerak? Men sizga to'liq tushuntirib o'taman. Azospermiyani asosan siz tushunishingiz uchun 3 ta turga bo'lishimiz mumkin. Birinchi turi urug' yo'llari to'silib qolgan bo'ladi yoki urug' yo'llari tug'ma rivojlanmagan bo'ladi. Agar urug' yo'llari to'silib qolgan bo'lsa, urug' yo'llarini ochish, tiklash operatsiyasi bor. Vaza anastomoz, epididovaza anastomoz degan operatsiyalar bor. Va bu operatsiyalarni biz bajaramiz. Rezultatlari ham juda ham yaxshi. 4 ta operatsiya bajarilgan bemordan 2 ta 3 tasida keyingi 6 oy davomida tabiiy urug' chiqishni boshlaydi. Tabiiy homilador bo'lish mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? 0 holatdan tabiiy homiladorlikka erishish mumkin. Ikkinchi turi moyaklaringiz zo'r, hajmi zo'r, kattaligi zo'r. Gormonlar 0 bo'lishi mumkin. Gipofizdan keladigan gormonlar bor. Bu moyakni boshqaradi. Bu gormonlar yo'q bo'lsa, bu moyak zo'r bo'lsa ham buni boshqaradigan sistema yo'q. Shuni boshqaradigan sistema sizda yo'qligini sababli biz tashqaridan shu gormonlarni sizga beramiz. Buni 6 oy, 1 yil berish davomida sizda tabiiy o'zingizdan spermatozoidlar chiqishni boshlaydi. Va bu chiqqan spermatozoidlardan siz tabiiy ravishda ota bo'lishingiz ham mumkin. Agar miqdori kam bo'lsa, chiqqan spermatozoidlaringizni eko qilib, o'zingizni zurriyotingiz bo'lishi mumkin. Uchinchi turi bor, eng og'ir turi, moyaklar rivojlanmagan bo'ladi. Bularda urug' yo'li ham ochiq bo'ladi. Bulardagi urug' foizlari 0 bo'lishining sababi moyaklar rivojlanmaganligi sababli ma'lum bir qismigina ishlaydi xolos. 1-2% qismi. 100% moyakdan 1-2% qismi ishlasa, bu yerdagi spermatozoidlar yuqori bosim hosil qila olmaydi va tashqariga chiqa olmaydi umuman. Bo'shangan suyuqligingizda 0 turaveradi, lekin moyakning ichida spermatozoid bo'lish ehtimoli 40% atrofida. Xo'p, bunday bemorlar nima qilinadi? Bunday bemorlarga dori-darmonlar foyda bermaydi. 95% kafolat beraman. Dori-darmonlar sizni holatingizni og'irlashtiradi xolos. Gormonlar, yillab olinadigan ukollar, qanaqadir mashinik usullar bor. Quvingga ukol qilaman, bilagingga ukol qilaman, sandan urug' chiqadigan ayolingga yuboramiz. Yo'q. Mana shunaqa bemorlar bor. Shu ishlarni qilgan, o'zi bilmagan holatda boshqasini spermatozoid bilan farzandli bo'ldim deb o'ylaganlar bor. Bular noto'g'ri. Bu holatda nima qilish kerak? Tuxum har qanday holatda, har qanday razmerda bo'lmasin. Analizlar har qanday og'ir ko'rsatkichda bo'lmasin, mikroteziya operatsiyasini qilish tavsiya qilinadi. 3,5 mingdan ortiq mikroteziya operatsiyasini bajarganman. Bu bemorlarimning 60% dan ko'p o'zi farzandli bo'lgan. Qanday farzandli bo'lgan o'zi? Mana shu topilgan spermatozoidlarini Eco XY ga ishlatilgan. O'zini zurriyoti bo'lgan. Operatsiya mikroteziya operatsiyasi juda ham katta, odamning gavdasidan katta bo'lgan mikroskop bor. Mana shu mikroskop ostida bajariladi. Prosta tak kichkina mikroskop yoki oddiy lor mikroskopda bajarilmaydi bu. Asosan mikroteziya operatsiyasi uchun maxsus mikroskop bor. Mana shunda ishlayotgan kanallaringiz aniqlanib, o'sha kanallar olinib, moyakka zarar yetmaydi. Agar to'g'ri operatsiya bajarilsa, hech qanday zarar yetmaydi. O'sha kanallar olib parchalab ko'rilganda to'g'ridan-to'g'ri operatsiya vaqtida siz rezultatni o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rishingiz mumkin. Topilgan spermatozoidlar topildi degan bilan ish tugamaydi. Sifatli bo'lsa, ekoga ishlatish uchun yaroqli bo'lsa,
homiladorlik shansi bo'lsa, keyin ko'rsatib spermatozoidlaringiz topildi. Tabriklaymiz, ota bo'lish imkoniyatiga ega bo'ldingiz deymiz va spermatozoidlarni olib muzlatib qo'yamiz. Muzlatilgan spermatozoidlardan ota bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Agar sizda ham azospermiya holati bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Telegram, telefon, WhatsApp, Instagram, mana shu YouTube'da kommentariyada ham ma'lumotlaringizni qoldirsangiz siz bilan bog'lanamiz. Biz bilan bog'lanishingiz uchun sizga barcha qulayliklarni yaratamiz va albatta kelishingiz uchun albatta onlayn tushunchalar ham beramiz. Savollar bo'lsa yozib qoldiring. Azospermiya degani bu yakuniyat emas. Siz ham ota bo'la olasiz. Muhim umidingizni uzmang. Siz bilan doktor Shahboz Shavkatovich bo'ldi. Manzilimiz Toshkent shahrida va bir necha yillar mobaynida mana shu joyda azospermiya bilan kelgan bemorlarga shifosida sababchi bo'lib davom etyapmiz. Salomat bo'ling.